ayolini rivojlantirishga yo'l qo'ygan erkaklar bu nafaqat er, bu haqiqiy erkak, u yaxshi ota, u yaxshi inson, u mard inson hisoblanadi. Mardlik faqat pulda emas, mehrda ham saxiy bo'lish kerak odam. Pulda ham saxiy bo'lish kerak, sevgida ham saxiy bo'lish kerak. Biz ko'pincha mardlikni, saxiylikni faqat pulda, ayol kishini kiyintirib, bo'yantirib, tilla taqib qo'yishdi deb o'ylaymiz. Yo'q. Ayollarga ming tilla taqib, kiyintirib, sayohatga qo'yib qo'ying, lekin ichini to'ldirmaydigan erkak bo'lsa, bir kun baribir bu ayol ketadi. Bir kun kelib, o'sha ayolga o'sha pul ham, boylik ham kerak bo'lmay qoladi. Chunki ayolini rivojlantirishga yo'l qo'ygan erkaklar bu nafaqat er, bu haqiqiy erkak, u yaxshi ota, u yaxshi inson, u mard inson hisoblanadi. Mardlik faqat pulda emas, mehrda ham saxiy